Showfun YouTube kanal pozitiv realni show. Yangicha yo'nalish bilan ochildi loyiha. Jinsbek Beyazov, Alixanov, Faxror, Baburilla, Abuzer, Pochkan bo'tdi bor. Sardor Salamov, Jo'rayev, Shuhrat bor bo'tdi. Yana zik Showfun uchun bu refakt kirib ko'r bratga. Senga yoqadi bu show etdi Showfun loyihani zo'rali. Bo'lganlikchilarni bola bo'lganman. Ammo bilalo. Xo'sh menga bosh bo'lsa, bosh germonimman. Bo'lganman. Hammaga salom. Aziz bizni ko'rib turgan tele tomoshabinlarimiz, bugun Shovqin YouTube kanalida sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Alo loyihasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Mehmonlarimizni tanishtirsam, o'ng qo'limda bugun O'zbekistondagi hozir podkastlarning otasi, genialniy человек, men juda ham yaxshi ko'raman, Sardor aka Salamov. Qani Shovqin. Pashimimni. 70-78. Goose, Yumes. Fresca. Chap tarafingizda Nikto. Hali ko'rsatilmaydi chap tomonimda kimligini. Faqat Abuzer o'zini gapini qo'yamiz. Chap qo'limda esa yosh, iqtidorli va juda ham tez o'sib kelayotgan, menga juda ham yoqadigan blogerlardan biri Baburello. Anaqa desa bo'ladi. O'zbekiston kelajagini tarbiya qiluvchi inson desak ham. U darajada emas. Ответственность his qilmayman endi. Ответственность. Sasal сразу. Bu выпускdagi so'kinishlarni nima edi, pik qilaverib bugun qiynalamiz. Ayzek omad. Bugun biz noodatiy kasb egalariga, noodatiy holat bilan qo'ng'iroq qilamiz. Sizlarda ekranimiz bor, u yoqda, bu yoqda planshet turadi. Sizlarda so'zlar bo'ladi, 10 ta. Shularni ishga solib, berilgan vazifa bo'yicha davom ettirishinglar kerak. Suhbatni oxirigacha yetkazish kerak. 10 ta so'zni oxirigacha aytish kerak. Iloji boricha shoudan qo'ng'iroq qilayotganimizni sotib qo'ymasligimiz kerak. Savol bor-da shu yerda. Mana planshet deyapsiz-da. Planshetingiz ko'rinmayapti-da. Shu savolingizni intiqlik bilan kutgandim Sardor aka. Planshetimizni texnik hamkorimiz Product magazini taqdim etgan bizga Jolon aka katta rahmat. Sizni ham loyihamizda kutamiz. Xullas, bilib olish uchun kim Prosentni menga berasiz, Jolon. Boshlashimizdan oldin o'zi ko'ngilochar shoularga tashrif buyurasizmi? Shunaqa majbur bo'lamiz. Hype kerak-ku. Reyting ko'tarish kerak. Sizga qanaqa o'zi yo'nalishdagi loyihalar yoqadi? Vaynlar yoqadi. Ibratli videolar yoqadi. Jajo Vaynsi keyingisiga chaqiramiz. Ibratli videolarga Shuhrat Jo'rayev bor bizda, eslashto. Bor takoy, romaningizga 5 sizlar. Romaningizdan aylanib keting. Round 1. Fight. Baburelloni taniysizmi? Tanishdik. Ko'rganman lekin. Ko'rgansiz. Reelsda, YouTube'da. Sizchi, Bobur? Vot, men bitta voqea aytib beraman. 2018-yilda men, короче, Vayner bo'lganman. 14 yoshmanda, короче, Vayner bo'lganman. И Go'uzni ko'rib, tipo, я был реально фанат, muxlis bo'lganman. Go'uz tanlov qo'ydi, eng zo'r Vayn. И Next'da shodka, tipo, kim yutadi, mana shu eng zo'r Vaynda kim yutsa, o'sha odam Go'uz bilan Vayn oladi. И я думаю, voy, blin. И, короче, Vayn olganman, реально, tam ofisga borib, arenda tuda-suda. 14 yoshman, tushunasizmi? И, короче, 3-o'rin men emas, 2-o'rin men emas, и 1-o'rin o'ynayapman. Наверное, какой-то достойный, четкий bir akamiz yutadi deb o'ylayman, deb o'ylab o'tirdim. Bitta akamiz просто Italiyada turib, Aventador degan mashinani olib turib, tipo vertikalniy, u payt hammasi gorizontalniy bo'lgan. Vertikalniy otdi-da Aventador. Meni akalar Gentra katta bola mana shunaqa deb ketyapti-da, и он выиграл. И men bunga rozi emasman. Hozir montaj yo'q, ishda. Kelajagini ko'rganmiz-da o'sha paytda. Shunda gorizontalniy emas, vertikalniy videolar, avjiga chiqdi. O'zim ham vashi u payt Go'uzdan ketgan edim. Chunki menga vashi pretenziya bo'lmas. Meni просто fan встреча kelib bergin deyishuvdi. Mana shunaqa biz yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz-da. Albatta. Aventadorli yoshlar. Podkast bo'lmaydi bizda. Alohida chaqirib gaplashasiz o'zi. Keyinga ham qolsa keyinga. To'xtanglar, bolalar, sizlarga mikrofon qo'yildi degani, u ko'p gapirish kerak degani emas. Iltimos. Kim birinchi boshlashini bilib olish uchun
Don-donziki o'ynaymiz o'rtoqlar. Tayyormiz, a? Marhamat. Da. Don zeki. Don zeki. Axs. Zo'r, Baburello boshlaydi o'yinimizni. Tatu salonga qo'ng'iroq qilasiz. Tatuirovka ko'radiganlar bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib, men basseyn ochuvdim. Basseynda qutqaruvchi ham, kassir ham o'zimman. Ish qilayotgan paytimda odamlar kelaverib orqamdan, "Aka, kirish pullimi? Qancha bo'ladi?" xalaqit berishyapti juda ham ko'p savollar bilan. Shuning uchun o'zimga tatuirovka urdirmoqchiman. Orqamga kirish pulli degan 1 soati 80 ming, 3 soati 150 ming, VIP 300 ming. Tayyormisiz? Uni eslab qolish kerak hali. Yo, u endi men aytib turaman ora-orada, lekin so'zlarni ishlatsangiz yetadi. Хорошо? Tayyormizmi? Пожалуйста. Aktiv suradi hozir. O'qishcha bilmaydi o'zbekcha, siz что? O'zidan yasab olgan g'irt o'zbek. Xorazm Güch 90. Voy! Ko'tarmaydi. Tatu uryapti kimdir. Kerakli joyda. Ay deb bitta tiq oladi-da hozir. Allo. Здравствуйте. Allo, assalomu alaykum. Здравствуйте, это Тату салон. Я вас слушаю. Здравствуйте. Вы на узбекском разговариваете? Ага, bilaman. Og'a, yaxshimisiz? Короче, bir nima bor edi? So'rashim kerak edi bir вопрос bo'yicha. Короче, men basseyn ochdim. Xo'p, Basseynda o'tiramandan kassir bo'lib, tushunibmisiz? xo'p. И klientlar men orqamdan kelib aytib yotibdi men. Yitiz bormi? Basseyn necha so'm turadi deb so'rab yotibdilar mendan, tushundingizmi? Hech pul deb so'rayaptimi? Avang. И shu muammo bo'yicha sizdan so'rayapman. Короче, tuz. So'rayak edim. Xo'p, tatu rasmaki. Og'a, qissanmang. Og'a, qarang, so'rayak edim. Shu orqamdan yozishim kerak-dan, tipa tatu ettirib yozishim kerak. 1 soat 80 ming tam. Sen so'rasam bo'ladimi sizga? Og'a, qiynalib gaplashtiribman. Og'a, qiynalib gaplashtiribman. Avvaliy manat bilasizmi, Baburello? Axiror dedim. Bilasizmi? Aka, tushunmayapman. Tatu rasmi orqaga. Короче, eshiting, og'a. Shu urjakman, orqamda price urjakman-da. Tushundingizmi? Price, это цена получается, да? Цена, да. И вот, men o'zi blogerman, lekin menda unchalik pul ko'p emas. Ahror Alixonovni bilasizmi? Qo'shig'im bor-da, anavi tam 1 2 3 degan qo'shig'im bor. Вот barterda ishlaysizmi, aka? Barterda. Tatu urmoqchimisiz, aka? Aka, qarang, tatu realni urmoqchiman. Siz mana shu bo'larkan, unaqa. aka, qarang. Siz tatudan tashqari, pricedan tashqari yana rasm chizasizmi? Rasm, tamam, biz tatuni, конечно. Короче, orqamdan chaqaloq chizmoqchiman pricening yoniga, chunki bolalar mumkin emas-da, chaqaloq такой вычеркнутый bo'ladi deb, tipa zapret bo'ladi, chunki erkatoyman. Anaqalarni eskizlarni tashlab bersak, kelib ko'rsak, eskizlarni ko'rsataman. Ular razный sherif, har xil sheriflar bor aka. Ko'rsatamiz. Men tushunmadim baribir, nima qo'moqchi bo'layotganingiz orqaga. Aka, to'g'ri tushuning, men короче pulim ko'p emas, chunki basseyn endi ochdim. И поэтому вот ashulam bor, там men haypajorman, Ahror Alixonovman-da, поэтому barterga qilaylik, jonim. Ha? Barter, aka, barter. Hype qilamiz, tam to'da-suda auditoriya to'g'ri keladi-da sizga. Yo, aka. Это не получится так. To'g'ri kelmaydi bunaqa. Bizga normalniy tatu salon bizda hamma normalniy ishlaydi, aka. Unaqa jonim ponim tashlash g'alati emasmi? Lekin qarang, aka, men Instagramimda reklamangiz uchun joy bor. Konkretno auditoriya tatu chizadigan auditoriya. Menda freak такой подросткlarda, tushunyapsizmi? O'zimga o'xshagan. Gaplashamiz. Unaqa tatu salon da yakka saroy tarafda. Kesak gaplashamiz. Ortangizga urib beradigan narsa ham eskizlar bormi? Hachab eskizlar tashlab. Eskiz bor. Lekin barterga ishlamaysiz, to'g'rimi? Ya endi ko'ramiz aka, ko'ring.
Agar barterga ishlamasangiz muammo emas, chunki meni pulim ko'p. Chutgimni o'p. Qo'chining bilan. O'chmadi ham oxirida. Vallahi shu o'p deyapman-da o'chmayapti bir-ikking bilan. Wow, Babrelloga bola. Vallahi hayajon. Ko'tsa. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Sardor aka qali? Dahshat. O'zlari qo'rsinlar-da. Men qarab turay. Endi siznikini eshitaylik. Sizda qanaqa vazifa Sardor aka? Tikuvchiga qo'ng'iroq qilasiz. Kostyum tikishim kerak. Faqat oldi tomonini tikib beringlar, orqasi ochiq bo'lsin deysiz. Tayyormiz, a? Hali ham adrenalin his qilyapman men bilan bir-ikki. Menda уже kelyapti mana sekin. Sizning kayf qiling bundan bo'ladi. 2 minut prime-ingizni ko'rsatasiz, hozir improvizatsiya prime-ingizni. Men ertalab anaqa qiluvdim, o'zi kontrastni dush qiluvdim, adrenalin uchun foyda bermadi. Zayn bo'lsa, nimadir anaqa razmer olayotgan bo'lsa. Da. Odamlar. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormay aka, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Bezda qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Aka, tikuvchimisizlar? Ha, tikamiz. Bo'ldi, aka, bitta savol bilan telefon qilyotgandim. Men o'zi aka tansorman, o'shanga bitta kostyum tiktirmoqchi edim. Xo'sh. Kostyumni qora rangda qilmoqchiman, chunki anchadan beri zanimatsiya qilmaganligim uchun qorin chiqib ketganda, shu bu qorinni bekitib o'tish anaqa yo'qotmoqchiman-da qorinimni, shu vizualni ko'rinmasligi uchun. Вот. O'sha qora bari ishlatilinadi-ku, to'g'rimi? Bor, aka, materiallar bor, hammasini qilamiz. Просто yana qaytaroq tushunmadim hozircha. Qarang, hozir sizga fason anaqalarini tushuntirib beraman-da. Prям oldi tarafi xuddi kostyum shimdek cho'tki turish kerak, faqat orqa tarafi bo'lmasligi kerak-da. Showimizni bir qismi shunaqa-da, orqa reski переодевание qilish o'rniga o'sha orqani bitta o'girilib, keyin oldini o'girilib, короче, konkretniy bir мясо deydi-yu, go'sht bo'lish kerak-da, kostyum shim, zo'ridan. Xohlasangiz borib o'lchamlarini ham olsangiz bo'ladi, bemalol. Qarang. Oldi bor, orqasi yo'q. U qaysi shouga? O'zimizning show gruppa, biz restoran show balet o'ynab yuramiz. Просто anuda sal nozik joylari bor, vyhodlari. Xuddi tushunmadim-da, baribir aka, memori bir, baribir tushunmadim. Oldini qilmoqsiz, buni просто tikib berish kerak. Oldini qilib, orqasi ochiq turadi. Ha, orqa yo'q material, hech narsa yo'q orqasida. Yo'q, uni ko'rgan odam, endi show deyapman-ku, biz tansorimizni shunaqa effekt bo'lish kerak, xuddi odamga borib igna kirib ketgandek takoni. Wow deb shokka tushadi-yu. Endi qanaqa qilib ushimiz endi u narsani bilmayman, qanaqa qadimiz deydimi, endi sizlar bari o'zingizlarning ishinglarni professionalsizlar. Show bo'lar ekan-a, mana. Aka trendga chiqib ketadi hali. Endi boshqa gaplar chiqmasa, endi bo'lmasa bu. Ya, bo'lmaydi aka. Tansorlarimiz hammasi model aka, cho'tki, u bo'lmaydi. Qilib beraveramiz, rozi bo'lsangiz, qilib beraveramiz. Bo'ldi, o'sha qoraga o'zi kontrast tushadigan bitta oranjeviyroq pariklar ham taqmoqchimiz, shu chisti. Endi bilmayman, endi sizga bu muhimmi, bu stil o'ylayotganda ajdaho stil deymiz. Biz endi mariklarni qilmaymiz, lekin oddiy kostyumlar beramiz, aka. Men e'tiborsiz shu qaysi vaqtga nima shuni tushuntirib bersangiz. O'zi qanchalarda bitadi aka? Endi ishga qarab-da. Men e'tiborga 500 birinchi marta endi birinchi marta anaqa qilyapmiz-da. Endi qilsa ham birinchi marta qilgandek bo'lamiz. Endi hayotda birinchi marta nimadir bo'lib turish kerak. Aka, men ham yaqinda uylandim o'zi, birinchi marta bo'ldi menda ham shunga. To'g'ri tushunasiz endi. Yo, bo'ldi, necha kunlarda bir o'zi bir 15 kunlarda bitadigan narsa-da, oddiy kostyum shim bo'lsa ham, to'g'rimi? Sizga srochniy ekanda, bunday qarasiz. O'zi bitqisi srochniga qilsa bo'ladi-yu. Примерно da shu 12-13 kunlarga ulgursa bo'ladi, harakat qilsa. Ha, olov aka, vashi gap yo'q lekin. Umringizdan baraka toping. Yo'qsa aloqaga chiqaman aka bir. Voy, rahmat. Charchamang. Xo'p.
Yo'q, bratam ana ekanlar boru, ana yumor Nalaytida, zo'r. Yengil bo'ldi. Bolalar qalay, nima deysizlar endi? Yengil o'tdi rostdan ham, Baburelloga qaraganda ancha yengilroq bo'lgandek bo'ldi. No, bizda endi qonun qoidalarimiz bor. Yengil bo'lsa qiyinlashtirishimiz kerak. Kimniki yaxshiroq chiqqanini biz orqamizda hurmatli juda hamda mehmonlarimiz kelishgan. Shular aniqlab berishadi. Endi qo'lni baland qilib ko'taramiz. O'tgan gal Sher Pozitiv bundoq qo'lni ko'targan ekanda, ko'targan paytida men ko'rmasdan hisoblamaganman okani. Ko'pchilik gapirdi menga. Sen o'tkazib yuboribsan odamni. Endi hamma qo'lni balandroq ko'tarsin iltimos. Ko'raylik. Titangel bor sizcha? Rahmat. Mani kechiringlar. Zo'r. Hozir meni haydashadi endi. Yo'q, formatga yarasha ish qilyapsiz. Rahmat, Sardor aka. Baburello uchun qo'l ko'taramiz, bolalar. Bo'ydoqlar uchun foydalimi? Ha, Baburello ko'taryapmizmi? Ha, qashan. Voy billah. Tira. Kesishga to'g'ri keladi ancha narsa. Nechta? Sochini kes yaxshisi. Meni so'kkani uchun. Baburello uchun bolalar qo'l ko'taramiz. 1, 2, 3, 4. Yaxshi. Sardor Salamov uchun o'rtoqlar. 1, 2, 3, 4. Nichiya. Bunaqa narsa hali loyihamizda bo'lmagan. O'tgan gal bo'lganida. Voy bratam yetdi bizada bo'lmagandi. Birinchi marta bo'lish kerak nimadir? O'tgan gal bo'lganida Zik mana shu yerda o'tirib, orqadan bitta odamni o'zi tomonga og'dirib olgan. Baburello, Sardor aka, gapinglar bo'lsa gapiringlar. Bitta odam o'tsa yetadi. Keyingi etapga kimdir o'tishi uchun. Bobur og'dira olmaysan. Tushunamiz, shoshyapti. Men nima qilish bilmay turibman hozirda qo'ydi. Tushunamiz, menga shoshyapsizlar. mashina ligida kimdir meni g'oz qoldirishi. O'shani aytaman, tushunaman, shoshyapsizlar, lekin shart qonun qoidalarimizga rioya qilgan. Yutgan odam qoladimi? Kimdir yutishi kerak. Finalga chiqadi. Finalga chiqadi yutgan odam. Unda Baburello qolsin. Agar men qolsam, yo'q, серьезно, men qolsam endi addushi qilib beraman. Hozir takoy gaplashdim ozgina. Endi bundan keyin hozir maksimalni включаться qilib beraman. Boburga qo'limni ko'tarmagan sababi ruscha gapirganiga qo'limni ko'tarmadim. Aktivist. Xorazmcha gapirganiga-chi. Xorazmchaga mayli, ruscha gapirganiga men qo'limni ko'targim kelmadi. Men ruscha gapirdi chunki u menga ruscha gapiryapti. Bonus olyapti zritellarning oldida. Takoy, bashi brat bor, achkidagi zo'r ekanda. Ruscha gapirganiga aniq qilib dedim. Yo'q, ochko ishlar. Yana ikkinchisi, mana Shuhrat aka aytib berdi, biz yosh bolaga qo'l ko'tarmaymiz. Yosh bolalarga meni jigarlarim qo'l ko'taradilar. Sen meni haqoratlading-da, yana qo'ling ko'tardi hozir. Voy, brat, прости, brat, ради контент. Shuning uchun Bobur o'zingni bilib chiqib Что-то yoqmayapti menga. Meni yegan Давай по-честному, o'zing boshda Sardor finalga olib chiqamadingmi? Olib chiqib bo'ldi, cho'ta. O'zing unaqa gapirmaganman. Xullas, yana boshqatdan kelinglar. Erkatoylarim. Любимый. Yo'q, qolganlarga javob berman. Yaqinlarim. Yana boshidan. O'zingizam javob bering. Baburello uchun. Kamayib ketdingmi? O, ana. Bolalar? Ana. Addushi, okey, addushi. Sardor Salamovga. Ana. Bobur. Проебали. Keyingi etapda, keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha tashrif uchun rahmat. Mana tomoshabinlarimizga qanaqadir fikringiz bo'lsa gapirib qo'yasiz. Bu shouga sponsor tezroq topilsin, чтобы bu proyekt yopilib ketmasligi uchun, поэтому men bu akamga yozib qo'yinglar, давайте, charchamaydi. Rahmat. Zo'r, super. Super. Rahmat. Apachilarni kim olib keldi bu yoqqa? Davom etamiz. Azizlar, keyingi ishtirokchilarimiz, mehmonlarimiz juda ham noodatiy. Chunki sizlar kutmagan narsani biz amalga oshirdik. Balki kutgan, balki kutmagan, bu narsani bilmadim. Hozir mehmonlarimizni o'zidan so'raymiz. O'ng qo'limda ajoyib aktyor, vayner va muzikant Ipochik o'rtoqlar. Qarsanglar. Chap tomonda kimni o'ylaysizlar? Uni opponent. Ipochikka bugun opponent
undan kuchliroq, undan yaxshi odam topa olmadik, to'g'risi. Bu topsak ham agar bu odamni chaqirmasak ip ochiq kuch. Men o'zim xafa bo'lardim, aka. Abuzer o'rtoqlar. Duel nima deysiz? Qala endi, men to'g'risini aytganda, abuzerni ham, ip ochiqni ham hayotda yaqindan taniyman. Hurmat qilmaysiz. Sevaman ekanlarni ham. Menichi. Lekin Shuhrat aka biladi seni qanchalik yaxshi ko'rishini. Shunaqa ukasidan kechmoqchi-yu. Sani uka qolmoqchi. Familiyani o'zgartirish shart emas. Men juda ham xursandman. Shovqin YouTube kanalida Alo loyihasida shu ikki afsonaviy ishtirokchilarni olib kelganimizdan. Chunki internetdagi mem mana o'zidan chiqdi. Kuchini ko'rsatyapti. Mana bugun ikki ishtirokchimiz. Nima gap bu? Как dela? Tinch aka. Yaxshimisiz? Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Chunki Nima kulaysan? Aloni birinchi soniga yozgan g'oyalarimni bir ikkitasini faqat Abu uchun yozdim, Abu kela olmadi. Bugun Abu uchun alohida yozgan narsamiz bor, uni sal keyinroq aytaman. Ibrohim aka qalaysiz? Zo'r aka, rahmat. Yaxshimisiz? Tashrif buyurganingizdan minnatdormiz, juda ham. Taklif qilganingizga ham rahmat aka. Rahmat. Abuzer qo'shiqlarini eshitib turasizmi? Ha, aka, yoraldi. Ayniqsa dumaloq videolarda yorib tashlaydi. Boshindagini ko'rdingizmi? Voy, u alohida tema u. U narsani men bilmayman, lekin nima bo'layotgan. Podarka qiling, aka, menga. Bor, ikkitasi bor. Bugun loyihamizdan qanaqa taassurotlar kutyapsiz Abu? Bilmadim, halicha. Siz uchun alohida yozgan narsalarim bor, real. Hozir shular bo'ladimi? Ushalar bo'ladi hozir. Ibrohim aka bunaqa formatda birinchi martamisiz? Da. Shunaqa. Senzura yo'q, albatta. Yo'q. Bemalol qo'y so'kib gaplashsa bo'ladi. Albatta. No, biz pik qo'yamiz baribir, chunki oila davrasida ko'rish mumkin bu loyihani. O'rtoqlar, yaqin qarindoshlarni yig'ib, bemalol abuzer bilan ip ochiqni bugungi to'qnashuvini tomosha qilsanglar bo'ladi. Tandir go'shti va Albatta. Doda buvilarni oldida bemalol. Boshlaymizmi bo'lmasa? Biz hozir Donnoziki o'ynashimiz kerak. Donnozikidan keyin kim birinchi boshlashi aniq bo'ladi. Keyin men sizlarga vazifanglarni hamda mana ekrandagi so'zlarni qo'yib beraman. Round 2. Fight. Ketdik Donnoziki. Don Ziki. Отлично. Zo'r. Yetgan boshlaydim. Da. Abuzerdan boshlaymiz. Abuzer sizga o'ylab qo'ygan maxsus vazifamiz. O'tgan gal loyiha davomida Yakuza sizga qo'ng'iroq qildi va uni to'g'risida sher pozitiv o'tiruvdi. Sher pozitiv so'kib tashladingiz siz. Konfliktcha bo'ldi. Kichkina deyство bo'ldi. Deyство bo'lmadi. Men tushunmadim bu narsani o'rtoqi. Endi hozir sher pozitivga qo'ng'iroq qilasiz. Biz o'zi vazifa qilib oddiy professiyalarni beramiz. Siz случайingiz alohida. Sher pozitivga qo'ng'iroq qilib to'y qilyapman, uylanyapman. Lekin ikkita boshlovchiga pul yo'q. O'zingiz kelib, erkak kishi, ayol kishini ovozida gapirib, to'yimni olib borib berishingiz kerak. Qancha bo'ladi, qanaqa va oxirigacha so'zlarni oxirigacha ishlatib, prankligini bilib qolmasligini ta'minlab berishingiz kerak. Tayyormiz? Tayyor. Sher pozitiv telefon ko'taradi degan umiddaman. Tinchlik, o'rtoqlar, ket. Kulib yormaylik faqat iltimos. Bo'ldi. Unchalik kulgili bo'lmasa. Абонент аппарата очереди. O, проебали. Абонент аппарата o'chirilgan. Грустно. Hozir yana 2 daqiqa. Men qarab boshqa nomerni qarayman hozir agar bo'lsa. Tak adminiga qilib ko'ramiz, короче. Davay. Admin nomeri bor ekan, adminiga qilib ko'ramiz. O'zlari bilan hozir gaplashishim kerak deysiz lekin. O'zini nomerini olishimiz kerak. Kinoga chaqirib o'tirdim siz ham bo'ladi. Yo, o'zini nomerini olish uchun. Ha. Adminimda o'zinikini qo'yib qo'ygan bo'lsa. Tix. Alo. Alo, assalomu alaykum Shoh aka. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima xizmat? Shoh akaning nomerimi? Sher akaning nomerimi bu? Ha, administratorman. O'zlarining nomerlari kerak edi, kinoga chaqirmoqchi edik. Kinoga? Ha. Qachonga syomka? Yaqinda bo'ladi aka, To'xtatmani degan serialga. Ha. Bo'ldi. Siz kim bo'lasiz? Men shu, короче, anosman, menejeriman. Menejer? Ha, kinoni tipi olib boradigan odam. Arzon. Ha.
Bo'ldi. Pullarni kelishib anaqa chiqib beradi. Nomerlarni bera olasizmi hozir? PP va Tafa. 93 Hozir aka 1 sekund. Sigirim morab qoldi-da. 93lik. O'rtacha qancha narxga chiqadi? Endi rolni sojingiga qaraysiz, birinchi ssenariy tashlaysizlar o'sha epizodlarni. Glavniy rolmi yoki kimsalik? Glavniy aka, kutubxonada o'ynaydilar. Bo'ldi, tashlaychi bir ssenariyni sojingiga qancha vaqtimiz ketadi o'shalarga qarab vaqt kelishamiz. Ha, bo'ldi. Desiya qila olinglar, to'g'rimi? Qanaqa deysiz? Yo'q, tipa kelaman, boradi deb aytyapsiz-ku o'shanga. Boradi deb? Ha, tipa gaplashsanglar boradi. Qora oy bo'lsa ham, oq oy bo'lsa ham deyapsiz, shunga aytayman. Nima u qora oy, oq oy? Yo'q, siz gapirmayotgandim. Kelarlarmi demoqchi edim. Bo'ldi, telefon qiling, gaplashamiz anaqa. Ssenariyni tashlasangiz. Bo'ldi aka. Ana yana bitta savolim bor edi. Meni erkaliklarim ozgina To'xtanglar. Menimcha bu she'r pozitiv o'zi ovozini o'zgartirib gapiryotdi menimcha. Chunki o'sha nomerga biz telefon qildik, undan oldin o'chiq berdi. Hozir yana bir marta qaytarib qilib ko'ramiz. Mana xuddi shu nomerga ko'rasizmi? Undan oldin qilganmiz. Yana bir marta qaytarib qilib ko'ramiz. Shu gaplarni yana boshdan boshlaymiz. Voy aka, bilib qoladi-yu hozir. O'zi bo'lsa agar, o'zi bo'lsa bilib qoladi. O'zi bo'lmasa, ha, yig'ib ko'ramiz, ha. Alo, assalomu alaykum Shoh aka. Alaykum assalom. Bu Sherzod bu. Sherzod aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, rahmat. To'yga chaqirmoqchi edim aka sizni. To'yga? Ha, arzon narxida chiqib bera olasizmi? Prank qilayotgan bo'lsangiz, so'kib tashlayman hozir. Voy, qanaqa prank aka? Sizga telefon qilsa hamma prank qilgan bo'ladimi? Yo'q, hozir administratorga telefon qilishdi, kino haqida gapirishdi, bilamasizmi o'sha? Yo'q, adashyapsiz aka. Ha, hozir telefon qilishdi, hozir ko'radi deyishdi, keyin yangi aytolmanda, hozir prikolli gap bilan gapirishgan ekan. Yangi izolyatsiya qilyaptimi deb o'sha odam deb o'ylamiz dedi. Yo'q, aka, unaqa PP va Tafa qilib gapirmaymiz biz unaqa. Ha, nima qilish kerak aka? Короче, to'yga chiqish kerak, sal budjet ano'roqda, tipa boshlovchilik qilib berish kerak, ham tipa ayol rolida, ham erkak rolida. Tipa ovozini demoqchiman, именно ovozini. Ovozini bo'ladi, конечно. Ha, o'shanga chiqib bera olasizmi? Arzon narxlarda qancha bo'ladi, nima bo'ladi? To'y sifatida kim uylanyapti, menga Telegramdan ma'lumotlar fonli yozinglar, keyin gaplashamiz, aka. Ha, men o'zim uylanyapman aka, sigirimga. Sigiz uylanmasa, men sizga eshik olib boraman, eshik o'rtadan olib boradi, bo'ladimi? Bo'ladi aka, ashi cho'tki o'rtacha bo'ladi. Bo'ldi. Menga qara, prikolini boshqasiga qilgan, men seni qochib tashlayman, qayerdasan? O'rtacha men kutubxonadaman aka. Desiya qila olasizmi? Kallingga. men admin edi, tushyordi aka, o'zi bo'lganda. Yo, 2 marta she'r pozitiv o'zi gaplashdi. Hozir idealni keluvdik. Desiya bormi degan joyiga nima qilib qo'ydingiz? Mamaz aka gapirayotgan gapini qarang, nima deyman endi dalishi. Qarsanglar, avizorga. Bez negativ. Xafa bo'lsangiz o'zingizga. She'r aka, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Hazil. Tushunasiz-ku, to'g'rimi? O'zlari ham qildilar. Albatta. Demak, davom etamiz. Juda zo'r, menga juda yoqdi. Kutilmagan tarzda o'tdi desam ham bo'ladi. No, hisobga olinglar. O'rtoqlar, ovoz berayotgan hisobga olinglar. So'zlar qolib ketdi bu yoqda, hozir aytaman men. Aslanboy degan so'z qolib ketdi menimcha. Ha, faqat Aslanboy qolib ketibdi. Kim meni erkaligim ko'taradi, bo'ldi. Значит, super. Ipochka o'tamiz. Sizni vazifangiz teatr va kino rejissyoriga qo'ng'iroq qilasiz. Хорошо. Telefon qilib, uchrashuvga chiqyapman. Sovchi qo'yganman. Qiz bolani oldida o'zimni qahramon qilib ko'rsatishim kerak. Shuning uchun menga qiz bola bilan ketayotganimda 4 ta 5 ta bola gap otib, tegajonlik qilib, ishkal sahnalashtirib bering menga. Men qahramon bo'lib chiqib ketay. Kimligimni bilishlari shart emas. Yo'q, xohlasangiz aytsangiz bo'ladi. Lekin u narsaning farqi yo'q. Bo'ldi. Tayyormiz, a? Amallaymiz, aka, davay. Super.
ularda ham shunaqa vazifalar bo'lganmidi menga randomniy so'zlar aytish? She'r akagami? Yo'q. Biza ikkinchi etapimiz bor. Hozir sizlardan yutganinglar Sardor Salamov bilan finalga chiqasizlar. O'shanda qanaqadir mashhur odamga qo'ng'iroq qilamiz. Siz mashhur odam desa o'tgan gal, qo'ng'iroq qilingan. Bo'yni. Ismlari nima bo'lgan? Kim? Bilmaymiz. So'rab olsangiz bo'ladi. Bo'ldi, qarashib. Alo. Alo, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Zoom space qilib qo'ymadimmi? Yo'q, gapiring bemalol, nima gap? Shundan ismingizni so'rab olsam maylimi aka? Oldin. Hozir esimdan chiqib qoldi. Shahzod degan bola beruvdi nomeringizni. Kim degan? Shahzod degan bola beruvdi Liliputra kichkinaroq bo'yi. Tanishingiz bormidi? O'sha beruvdilar nomeringizni. Ismim Jamshid. Jamshid aka, assalomu alaykum aka. Yana bir marta. Salom, rahmat. Kino rejissor edingiz aka siz? Ssenarist. Da, shunaqa deyishlaymi? Короче, yaxshi ko'rgan qizim bor edi aka. Uylanish arafasida xudo xolasa. O'shanga anaqa qotdik, tipa ssenariyli narsa tuzatdik. Ana qizni qo'lini so'rashim kerak. Menga 4 ta kachok bola kerak edi. Menga anaqa bo'lib berishga. Nima edi? Protiv bo'lib berishga. Nima bo'lib berishga? Protiv bo'lib berishga. Tipa men ana kachoklarni oldida tipa ularni urib, ana qizni ko'nglini olishim kerak. Ular qitmirchilik qilish kerak bol anaqaga qizga. Klipga o'xshab syomka qilmoqchimisiz? Da. Men Qoravoyman aka, ko'pchilik taniydi. Ibochikni ham bloger tanisangiz kerak. Senor bilan chiqadi ham. Men tanimas ekanman sizni. Xullas. Qo'shiqqa shunday klip syomka qilishimiz kerak, to'g'rimi? Da, aka endi o'shanisi degan anaqa bo'pti, klip bo'pti. Okani nimasi? O'shanisi anaqasi shunaqa, pripev shunaqa. Va anaqali ham qilishdi-yu, Munisa Rizayevani ham, akam-akasi degandek o'tda qo'ydim aka. Hop. Alo. Eshitibman, gapiring. Alo. Sherzitga? Alo, Lala. Siz eshitilmayapti aka. Men sizni eshitaman, ne eshitilmayapti? Alo. Antena bor joyga chiqa olasizmi aka? Hop, gapiring, men eshitaman sizni. Bo'ldi endi yaxshi aka. Qarang, xullas shunaqa tema. O'sha kachoklar bilan aka, tipa protiv ketishim kerakmi? Aha. O Stanislavskiy anaqasi bor edi-ku, o'zi ssenariysi o'shanga moslangan aka. Aha. Stanislavskiy qaysi ssenariyni aytyapsiz? Menga ham ko'rsatishdi yaqinda, men bilsalar kerak dedilar aka. Akam o'zi biladi deyishdi. Hop. O'shalar. Keyin bitta bola kerak aka, pranker tiqish kerak aka. Bu pranker deb tiqamiz o'tga klipga. Bu Parker bo'ladi aka, ismi o'zi Pranker deb yozilgan ekan ssenariyda. Hozir to'liq yozilgan ssenariyni o'qib beraman deb menga ham prodyuserlar tashib bergan. Aha. Ikkinchisi pripevdan keyingisiga opog'oy qiz anaqalar ham tiqolimiz ay, to'g'rimi? Tanishlaringiz bor-ku, aktrisa, aktyorlar. Hop, tortamiz budjet. Keyin kichkinaroq odamlar kerak, opog'oy bilan 7 ta gnom tiqamiz-da. Hop. O'sha ko'p bo'lmaydi. 15 ularni topish ozgina problema bo'ladi, ularni ishlatish ham ozgina muammoli bo'ladi. Summasi qancha bo'ladi aka? Summasini men hozir aniq bilmayman, gaplashib aytaveraman sizga. 15 minut juda ham ko'p, unga bormaydi, bir 10 minutlar bo'ladi aka. Klip 10 minut bo'ladimi? Da, ani qiz oxirida sizni sevaman deyish kerak. Ha. Sizda hozir tayyor ssenariy bor, shuni o'qib menga aytaverasiz, to'g'rimi? Da, o'shanga anaqa qilish kerak aka, tuzish kerak xullas. Aha. Prodyuserlar bor aka, hammasi tayyor turishibdi. Bitta narxlarni kelishib aka. Telefonlashyapsiz yana. Bo'ldi, menga bo'lsa saqlanib qo'ying, Ibrohim aka ismi. Bo'ldi, Ibrohim aka. Xo'p, saqlanib qo'ying, charchamang aka. Aytib qo'yishim kerak, admin ham bo'lganman. Aka oldi. Dafiga jinnalar telefon qilardi aka, men gaplashib o'tirardim ular bilan. Zo'r. Sizni sevaman, prям zo'r tushdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Prям men hayratdaman, to'g'risi, o'rtoqlar. Endi nima deymiz? Aziz, bizning mehmonlarimiz qani? Yaxshilab o'ylab javob bersanglar bo'ladi. Sardor aka, siz ovoz bermasangiz ham bo'ladi, xolasangiz. No, chestno aytaman, prikolniy tomonlama, bularga ovoz berish kerak deb o'ylayman rostdan. Ya, buniki endi tak olib ketardim. Ikkita ovoz beradigan odam bor, bilasiz. To'g'ri. Va sizlar bularda ham ikkita bor. Va aytib u yog'i haq bo'ladi bizda hozir. Tak, abizerga.
Ana o'zi. 1 2 3 to'xtanglar. 5 tak to'xtang. Sanomayapman to'xtanglar. 2 3 4 5 6 7 8 Gel. Ipochka. Do'konda bezaydik хорошо. Sizni atakash ko'ramoqchi o'taman. Rahmat, men ham sevaman. Faqat shovqinda bunaqa narsani ko'ra olasizlar o'rtoqlar. Ipochka qo'l ko'taring. Avot. Finalga bo'lmasa Ipochka Finalga Ipochka o'tdi. Abizur rahmat. Finalga bo'lmasa Abizur o'tdi. Ibrohim aka, tashrifingiz uchun rahmat. Juda ham zo'r o'tdi. Finalga bitta qarsak bilan o'tib ketamiz. Qani 1 2 Bizda bir kun shunaqa bo'lyapti-da. Ko'p mehmonlarda kamera o'chib qoladi. 12 imенно o'chib qoladi-da. Yarim soat, 1 soat yo'q deydi uni kadrlari. Voy boshdan yozamiz ham deydi. Qanaqasiga suhbatni boshdan yoza olamiz? Tipi boya ani temalarni gaplashuvdik, yana shu temalarni gaplashaylik. Bo'lmaydi-yu bu. Ha, esimda. Normal bittida shunaqa bo'lgan, keyin mana yaqinda anunda ham bo'ldi. Dumalo videoga Tohirovda. Tir svetli o'chdi-da, общий plan ishlayaptimi? Ha, zvuk ham yozilyapti. Gaplashaveramiz. Bo'ldi. Yomon ochildi o'shanda. Bo'lami? U svetli hamma narsa o'chgandan keyin o'sha temalar vashcha zo'r bo'lib ketdi-da. Svet o'chganda gaplashsa bo'ladi bizda tema. Yaqinda bitta anaqa bor edi, reality show. O'shalar bilan ham gaplashdik. Svet yoquvligiga bo'lmadi, o'chganda zo'r bo'lardi. Demak, davom etamiz. Final o'rtoqlar. Finalga 2 ishtirokchimiz yetib keldi. Sardor Salamov, Abuzer. Demak, Hammaga salom deng. Hormanglar. Demak, kimga qo'ng'iroq qilamiz? Tanladinglarmi? Ha, biz tanladik. Xo'sh. Timur Alixonovga. Vau, zo'r. Da. Demak, Timur Alixonovga qo'ng'iroq qilib, nima qilasizlar? Menda zo'r ideya bor-da. Hozir kelib qoldi. Davaychi Sardor aka. Telefon qilib podkast chaqiraman. Men ham streamga chaqir. Bir vaqtda Bir vaqtda. Bo'lmasa, telefon qilamiz. Round 3. Fight. Ketdik. Ya, to'xtanglar. Birinchi Donnozniki. Kim birinchi qo'ng'iroq qilish uchun Donnozniki? Qarang, siz 3 ta bunaqa qilasiz-da, 4-inchisida men chichib yuboraman bunaqa qilib. Ketdi. Donnozniki. 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 Nima bu? O'xshamadi, yemadi, brak. Boshdan o'ynaymiz. Ketdik. Video hech gapira olmayapti. O'zi ketyapti shou. Ketdi. Donnozniki. Yana nima? Baribir telefon qilar ekansiz Sardor aka. Sizdan boshlaymiz. Demak, Sardor akaning vazifasi, o'zlari tanlagan vazifa. Timur Alixonovga qo'ng'iroq qilib, podkastga chaqirishadi. Kimdan chiqdi bu gap hozir? Men Mo'mina deb o'ylayman, aqror. Men sizni o'ylayman. Xo'sh. Okangiz nomeri necha? Yo'q ekan menda. Allo. Timurjon, hormang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'liklar. Tanidingizmi? Boshqa. Yo'q, uzr, tanimadim. Men Sardorman, nima gapda? Salamov. Ha, Sardor aka, assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Sekin, Xudoga behisob shukr. O'zida nima gaplar aka? Ishlaringiz, jo'natlar, hammasi yaxshi bo'lyapti. Ha, shu nima gap deb yuribmiz faqat. Boshqa tema yo'q, boshqa tema yo'q. O'zingiz oila tinchmi? Bugun o'zi menimcha oilaviy kun edi. Endi oilaviy odamlarda oilaviy kun yakshanba ekan, yaqinda bilib oldim. Shunaqa aka, bugun mana mazata o'tirimiz uyda yotib. Jur'atim sig'di ozgina bezda qilishga. Yo'q, bemalol, labba akajonim. Men bir aytmoqchi edim, bir 14-fevral kuni vaqtingiz qanaqa? 8-martga anaqa выпуск olyotgandik, shunga soat 1 kechqurun 6larda. Bor, 14-fevralga. Ha. Bo'ldi, yes, shef. Bo'lmasa xudo xolasa 14-fevralga anaqa qilib qo'yaman. Plan qilib yozib qo'yaman. Всё. Xudo xolasa ko'rishamiz. Bo'ldi, aloqada bo'lib turamiz bo'lmasa. Rahmat sizga kattakon. O'sha joy, o'sha eski tomiq yeshu uyimiz. Bo'ldi, nima ko'tarib boring o'zim bilan? Bir Rolex bo'ladi. Bo'ldi aka, хорошо. Rolex degan pechenye chiqqan, как раз korzinkada sotilyapti, shama olaman aka. Bo'ldi. Charchamang, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p. Men g'alati bo'lib ketyapman Timur. Voy, ana o'ylamam o'tirmay bo'ldi, gap yo'q devordilar. Men Gronkida gaplasha olmayman lekin. Gaplashamiz.
odamlarni anaqasini suiiste'mol qilib tashlayapmiz. Bu yaxshi narsa emas. Shouinglar iltimos insonlarni juda bir yomon yo'lga targ'ib qilyapti. Yig'ishtiringlar bunaqa ishlarni. Fonda qaysi muzika keta bilasizmi? Sanaqa fid dunyo. Keyin bu kulganlarimizni yig'ib alohida Mani qo'yishadi, tarbiyasiz insonlar alohida bo'ladi. Keyin ikkiz o'tirgan bo'ladi. Отдельно. Mana auditoriya tarbiyalab qo'yibdi 3,5 yil ichida. Qanaqa to'g'ri yashash kerakligini faqat ulardan o'rganyapman. Shunga shunaqa gaplarni gapiryapman. O'zim fikrim yo'q meni. Davom etamiz. Abuzer. Aka, realni men gromkada gaplashsam hozir. Gaplashamiz. Piqillatamiz endi, nima qilamiz boshqa? Piqillatishimiz. Ko'ryapsiz, tirik guvohsiz, okangiz to'g'ri tushuntirib qo'yasiz-da hozir. Yo'q, qo'ng'iroq qilamiz. Keyin aytib qo'yamiz hozir. Temurjon, rahmat, lekin gap yo'q. Bittada Nomerlarni bering menga. Gromkada gaplasha olmayman, lekin nomerlari yo'q. Yo, просто biz Instagramda yozishamiz-da. Timur aka, eski nimalar deb qo'ysangiz aka, meni aybim yo'q. Hamma odamning aybi bor. Kadrlarni ham o'zi o'chirib oladi, meni aloqam yo'q. To'xtang, sanani necha dedingiz? 14-fevral soat 6 da. Ha. Qizlar bilan desam yo'q deydilar 100%. Qizlarsiz? Bitta o'zingiz bilan. Bilaman. Endi 14-fevraldan. Abuzermi? Yo'q, men unaqa bilan gaplashib yurmaymiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Timur aka, yaxshimisiz? Qo'shni. Rahmat, qalay, sochdan charchamayapsizmi? Yaxshi, o'zi yaxshimisiz? Tanidingizmi? Ha, abuzer nima gap? Tinch aka, o'zi yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Katta yigit bo'lib qolibsiz ancha siz ham. Ha, aka. Nima gaplashyaptim do'stim? Ha, yaxshi. Sizni shu bir mehmonga chaqirmoqchi edim. Qo'shni bo'lib bordim sizni oldingizga. Qachonga chiqyapman endi? Nima deyman, nima deyish? Stream aka. Qachon qilyapmiz? Shu bir fevralga planlashtirayotgandim-da. Aha. 14-larga. 14-fevral. Hozir kakras Sardor aka Salimov ham telefon qilib 14-fevral dedilar-da. Ularga boraman deb qo'ydingizmi? Ularga boraman deb qo'ydim. Hozirgina Ahror storiesini ko'rdim. Shovqin degan proyektga chiqyapsiz. Telefon shunchun qilganingizni ham bilaman do'stim. Ahror chiqadi. Boygina Ahror storiesini hammanglar o'tirib anaqa qilayotgan ekansizlar. Ahror storiesini bundoq qarab qoldim. Siz o'tirgan ekansiz. Qizil kiyimda o'tiribsiz. Так что hamma o'sha yerda o'tirganlarga sassat rебят. Qarsa bitta Timurga o'rtoq. Qarsanglar aka sizga. Rahmat. Streamga chaqirsanglar boraveraman lekin. Ha, aka, chaqiraman. Suhbatga ham kelaverasizmi yo kadr uchun gapirildimi gaplar? Yo'q, bir shakarrakiga boraman faqat. Faqat bir shakarrakani ko'rsatuv bilan abuzer streamiga chiqaman, Ahror Matiyasda chiqib beraman. Voy, Charchamaylar. Charchamang aka, rahmat kattakon. Charchamaylar, salomat bo'linglar. Xo'p. Wow! Ahror. Men hayron bo'ldim-da. Как так дома легкий o'tib ketdi-da, lегкий. Yo, menimcha ko'rmagan, ha? Telefon keldi. Keyin kirgan ishlar. Voy, 1 minut ham o'tmadi lekin orasida. Zo'r. Yaxshi gumonda bo'lib turamiz, ha, unda mayli. Yo, zo'r. Mani ko'zga chiqazib bermoqchiman. Timur, rahmat. Zo'r o'tdi. Bitta gap gapirib o'tsam bo'ladimi? Albatta. Aka, endi bitta gapi bor. Chiqib qo'ygandan keyin o'shani esla. Kod tozalash kerak. Eshitdik final suhbatini. Timur hammani deyonini qilib tashladi. Вообще kim endi bugungi Timur Это понятно. Bugungi sonimizning g'olibi kim endi? Yutganga nima beriladi? Planshet. Yutganga katta rahmat aytamiz. Ha, bo'ldi. Sardor Salomovga o'rtoqlar, kim qo'l ko'taradi? 1 2 4 5 6 ta. Yo'qqa ham qarang mana. Demak, bugungi loyihamiz g'olibi Sardor Salamov o'rtoqlar. Tashrif uchun rahmat. Спасибо за детство, Гоуз. Bu yil 10 yil bo'lyapti. Да, спасибо еще раз за детство.
Spasibo za будущее. Rahmat sizga. Rahmat aka sizga ham. Andushi. Shovqin YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizga ham obuna bo'linglar. Tomosha qilganinglar uchun rahmat. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Keyingi sonimizda ko'rishguncha rahmat. Nominglarga men bitta narsa aytib ketay. Nominglarga har show biznes to'g'risida, show to'g'risida. Show o'zi bir qarasa sal grazniyroq, o'zi show biznes tamyobi. Show qin ekanda, to'g'rimi shunga? Albatta. Shuning Shunga uchun tushundim hisoblansin. shovqin. Davom etamiz o'rtoqlar unda. Rahmat. Okeylarni. Isaac, eshitasanmi nima bo'lganini? Bo'lyapti. Anu. Tak, asos. Yo qilamiz baribir boshqatdan. Ko'targungacha majbur qilamiz. Men eshityapti просто. Iltijolarimni. Nolalarim yetdi osmonga. Videoyingizni yo'q qarang. Assalomu alaykum Sher aka. Ну я помню, нормально. Don ziki. Don Ziki. Don ziki. Nimami? Keyin, a? Я можно я поеду? Очень срочно позволь поработать. Ну, ладно. Sorry. Ну ладно, да. И Face stop qo'yaylik.